eshitib qurilmasini taqishni xohlamayapman. Sababi do'stlarimni, tanishlarim oldi, o'zimni g'alati his qilyapman. Endi to'g'risini aytsam, uyalyapman-da. Men sizni tushunaman va siz uchun ajoyib taklifim bor. Phonak kompaniyasining eshitish qurilmalari zamonaviy tashqi ko'rinishga ega. Tashqi ko'rinishi va qulayligi sabab analog apparatlardan farqlanib turadi va deyarli sezilmaydi. Phonak eshitish qurilmalari qulay, ko'zga tashlanmaydi va yengilligi sabab kuni bo'yi taqib yurishingiz mumkin. Eng asosiysi, shovqinli joylarda faqat kerakli ovozni tiniq eshittirib beradi. Agar talaba bo'lsangiz, auditoriyada faqat o'qituvchining ovozini filtrlab beradi. Hattoki telefon qo'ng'iroqlarini to'g'ridan-to'g'ri quloqqa eshittirib berishi mumkin. Va musiqa tinglash imkoniyati ham mavjud. Phonak qurilmalari atrof muhitdagi ovozni avtomatik sozlab, ortiqcha shovqinlarni kamaytirib beradi va masofadan gapirayotgan odamning ovozini aniq yetkazib berishni ta'minlaydi. Qulay quvvatlovchi batareya kuni bo'yi ishlaydi va suv, changga chidamli. Phonak eshitish qurilmalarining turli xil modellari mavjud. Bulardan quloq uchun ixcham, juda kichik, nozik va ko'zga tashlanmaydigan modellari mavjud. Qo'shimcha ravishda Bluetooth orqali ulanishingiz, musiqa tinglashingiz va o'z smartfoningiz orqali qurilmaga ulanishingiz imkoniyati ham bor. Xo'sh, endi qaysi bir qurilmani tanlaysiz? Analognimi yoki Phonakning raqamli qurilmalarimi? Menga ikkinchisi yoqdi, chunki telefonda foydalanishga ham, o'qishda ishlatishimga ham juda ham qulay ekan. Juda ham yaxshi. Phonak bu shunchaki eshitish apparatlari emas. Bu inson hayotini sifatini oshirib beruvchi zamonaviy texnologiya. Xizmatimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq quyidagi raqamlar bilan bog'laning.